hozirgi kunda aynan qaysi kasallik bilan ko'proq murojaat qilib kelishyapti? Hozirgi kunda belgi rejasi juda ko'p. Oldinlari belgi rejasi asosiy og'riq ko'targandan, shundan deb o'ylab topilgan juda kam bo'lar edi. Hozirgi kunda eng ko'pi belgi reja. Bu nimadan kelib chiqadi deb ko'pchilik savol beryapti. Asosiy hozirgi kunda shu oyoqdan sovuq o'tishlik, uylarimiz betonlanib, yemog'imiz ximikat bo'lib ketdi. Shuni hisobiga belgi rejasi juda ko'p. Juda ko'p yoshlarda ham, kattalarda ham bor. Ularni asosiy boshlanishi bo'lsa, 1 kurs, 2 kursda ham yaxshi bo'ladi. Bitta surunkalilar 4 kursgacha lecheniya oladi. Undan ham osonroq tuzaladigan revmatizmlar. Revmatizmlar 1 kurs 7 kun lecheniya olgandan keyin qolgan joyda tekshiruvdan o'tsa bo'ladi. Bunga o'xshagan kasalliklarda juda ko'pi tuzalyapti. Har bitta kasalda og'ir yengilligiga qarab muddat belgilanadi bizda. Asalarini zahri bu belgi reja uchun juda oson muolaja hisoblanadi. Bunda davolanayotgan onkologik kasalliklar davolanadi. Bu eng kamida yong'oqday bo'lganda organizmga sezdiradi. Bu belgi rejasi bir chiquvga o'xshagan bir yarim millik narsa bo'ladi xolos. Bu juda oson yo'qoladigan narsa. Buni endi bilmasdan juda ko'p joylarga boryapti insonlar. Bu asalari bilan davolanganda birinchi kundan sezib boradi bu kasallikni.